Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Bioreaktorimiz inshaalloh abi elanmagan holati. Begomizimizni granula holatda. Qurtlar ajralgan. Chiroyli holatda mana tayyor. Yerda miqdorimiz juda ko'p. 50 tonna, 100 tonna qancha bo'lsa mana 1, 2, 3, 6 ta bioreaktorimiz bor. Elash jarayoni ham ketibdi. İnşallah ikkitasini eladik kecha. Klientlarimizga jo'natib yubordik. Buni ham videolari bor, inshaalloh qo'yamiz. Mana bu yerda ham elab, qoplab mana og'zini tikib apparatcha bilan qo'yamiz. Mana elangan. Tayyor holati. Granula holatda. Hech qanday kam go'shti yo'q. Mana shunday mana akalarimiz elyaptilar. Elanayotgan holati. Qo'lni granula holatda begomimiz. İnşallah. Hammasi cho'tki. Dalshi elanib ketilyapti. Kami ko'sti inshaalloh yo'q. Mana bu elanmagan holati. Mana kesakcha bor, toshchalari. Mana shu holatda mana elanib yetkazib beramiz. Cheklanmagan miqdorda mana qoplanyapti inshaalloh. Qizil granula holatda. Mana shunday qoplanib og'izlari apparat bilan tikiladi. İnşallah hozir yana 50 tonnaga zakazimiz mana hozir boshlab qo'yardik. Bugun elansa ertaga xudo xohlasa mashinaga yuklash ortish jarayonlarini ham olib qo'yamiz. Biogomislarimiz zakasi tayyor. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Mana bu yog'ini kecha eladik inshaalloh. Go'ngimiz zakaz qilsak, o'rtasi olindi. Ikki tarafda qurtlar bor. Yana go'ngdan to'ldiramiz inshaalloh. Tayyor bo'laveradi. Qurt biogomiz zakaz olaveramiz. Cheklanmagan miqdorda bor biogomislarimiz mana tayyor. İnşallah. 32 metr uzunasi, eni 6 metr bioreaktorlarimiz tayyor. Yana bundan boshqa ham bioreaktorlarimiz tayyor bo'lyapti. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Biogomislarimizda kami ko'sti yo'q. Zakansa qurtlarimiz yegan. Mana shu yer uzuna bo'yi yana 32 metr tayyor. Aloqaga chiqaverasizlar. Aloqadamiz. Like bosing, podpiska bosing. Xudo xolasa biogomiz kerak degan tanish bilishlaringizni jo'natib qo'yinglar. Aloqadamiz inshaalloh. Hammaga omad. Kasb-korlaringizga barakat bersin hammamizni. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik. Alloh omonat azizlar. Sog' bo'lasizlar.